55. savol. Sajdadagi duo. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hazrat, sizdan ayrim narsalar haqida so'ramoqchi edim. Sajdada duolarni ko'paytiringlar deb aytilgan hadisni o'qigan edim. Savolim shundan iboratki, farz va sunnat namozlaridagi sajdalarda ham duo qilsa bo'ladimi? Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Namozning ichidagi duoda odamlardan so'raydigan narsalarni tilab duo qilish joiz emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muslim, Abu Dawud va Ahmad keltirgan rivoyatda quyidagilarni aytganlar. An Muaviyat ibn al-Hakam as-Sulami qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nasi. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم وأبو داود وأحمد. Albatta bu namozda odamlarning kalomidan hech narsa mumkin emas. Bu faqat tasbih, takbir va Qur'on qiroatidan iboratdir deganlar. Allohim menga falonchi narsani rizq qilib bergin, pistonchini xotin qilib bergin kabi duolar haromdir. Namozni ichidagi duo albatta arab tilida bo'lishi shartligiga barcha fuqarolar ittifoq qilganlar. Ulamolarimiz sajdadagi duolar nafl namozlarida bo'lgani yaxshi deganlar. Vallohu a'lam.